Nimaga buni bizdan yashirib kelgansizlar? Bilasiz, kecha 30 kunlik IELTS 8 challenge'imni 23-kuniga yetib keldim va shunchaki inglizcha kino ko'rmoqchi bo'ldim. Keyin Google'ga kirib shunchaki IELTS deb yozgan edim. Mana bunaqa veb-saytga olib kirib qo'ydi. Bu yerda esa teking akkaunt yaratdim va xazina topib oldim, guys, xazina. Endi savol, nimaga har doim men shunaqa eng zo'r veb-saytlarda hamma shu IELTS imtihonlarim tugagandan keyin yoki hammani oxiri bilishim kerak? Men bu yerga kirgandan keyin entertainment degan bo'limga kirdim. Kino deysizmi, article deysizmi, podkast deysizmi, hammasini taxlab qo'yishgan ekan, bor-ku. Keyin esa kino bo'limiga kirdim va o'zimga yoqqan kinoni birma-bir qidirishni boshladim. O'sha o'zimga yoqqan janr, o'zimga yoqqan sujet qidirishni boshladim va mana bu F1 degan kino menga qiziq tuyuldi. Shu kino ustiga bostirdim, sразу Telegram boti bor ekan bularda. Bot orqali menga jo'natib berdi mana kinoni va 2,5 soat maza qilib kino ko'rib o'tirdim. Keyin qiziquvchilarni tutib yana shu veb-saytga qaytib keldim va listening test ishlab ko'rmoqchi bo'ldim. Qarasam bu yerda barcha Cambridge'dan testlar bor ekan va men Cambridge yig'imadan bitta full test ishlab ko'rdim listeninglarni va bor bitta xato qilib qo'ydim. Bu veb-saytning nomi esa IELTS va online ekan va ichida men hali sinab ko'rish juda ham ko'p xohlagan, lekin shunchaki vaqtim bo'lmaganligi uchun sinab ko'ra olmagan resurslarim juda ham ko'p ekan. Challenge tugashiga ham oz qolmoqda. Siz ham oxirgi natijani birinchilardan bo'lib ko'rish xohlasangiz ushbu videoga like bosing va sahifamga obuna bo'ling.